Ushbu diskleymerni hech kim o'qimaydi, hatto tushunmaydi ham. Lekin biz talabga rioya qilgan holda ushbu video faqat ko'ngil ochar maqsadlarga mo'ljallanib, biron kimni xafa qilish maqsadimiz yo'q. Balansimiz 7,5 million so'm bor. Mana shu main top o'yiniga kiramiz. Endi normal pul bilan boshlayman, chunki Adinxbet azartli o'yin. Kechagi videoda aytib o'tgandek, 3 marta normal yutib qochish kerak bu o'yindan. O'shaning uchun riskni normal olamiz. Minimalka 6400 bilan tanga tashlashni kutamiz. 30 ming beryapti. Tanga tushdi. Xo'p. 620 mingdan risk. Go. Ikkita. Tasha qatiyam. Ахуеть. 3 million 100. Bitti. 3 million 100. Bitti. Нормальный. Нормальный. Yana дальше. Voy harom. O'zgina qo'yganda. Sakkiz qo'ydi. Bitta yutuq ber. Ахуеть. Нормальный. 9400. Yutuq bilan. Summani o'zgartirmaylardi, nima bo'lsa ham. Bir xil summada. Zo'r. Ushadi. Onasini emsin. 5 millionlik balans. Endi ushadi bu yo'g'ini ham. Ikkinchi. Ахуеть, usha. Zo'r. Ushla, please. Ana shu narsani kutdim-da men. Oxirgi usha. Zo'r. Usha. Zo'r. Нормальный. O'zi 620 lik bilan hammasi 1 2 3 4 5 6 7 ta. Yana zo'r. Shu. Oxirgi zo'r. Давай. Нормальный. 10 million. 10 million bilan chiqdi. O'zi bittasiga x ham berish kerak. Dalchi bo'lamiz. Zo'r. O'xshadi. Нормальный, zo'r. Qaranglar. Ana endi bu hozir bizga bitta normal yutuq deb hisoblaymiz. Hozir shundan keyin vaziyatni qaraymiz. Qaranglar. 5300 bilan tangani kutamiz. Hozir lekin buni o'tishini kutamiz. Bitta o'rtada yo'qotisham bo'lsin. Ana endi chiqsa olamiz. Tanga. Bo'ldi. Qaranglar. Riskda. Menimcha shu oxir bo'lsa kerak. Bitta bo'lsa ham tamom. Olmadi endi bu yo'q. To'xtasha xatiyabi. Yet. Va harom. Billa 330. 1650. 1650 onasini yemsin. Oy. Dalış. Bitti yana. Yutuq. Zo'r. Yana. Yutuq. Zo'r. Onasini yemsin bile. Azart yondi. Kim bildi? Ana shu narsani. Azart yondi. Onasini yemsin bile. Azart yondi. Strashniy вообще biladi. To'xtaylar. 1 million 300 ming so'mga tushib 300 ming so'mdan shu narsani ko'tardim. Sezdingizlarmi hozir? Ana bu eng yomon azart. Biladi. To'xtaylar, bu g'alati bo'lib ketdimi biladi. Ana shunaqa qiladi. Yurak bilan teskari uradi-yu. 6800 bilan yo'qotish tangali bo'ldi. Bitta tanga. Zo'r.
350 dan. Bitta yutib tamam. Bitta yutibdan keyin tamam. Stop. Dalshi. 20 million balans qilamiz. Mana bitta yana. Oy. Zo'r. Bo'ldi. 20 millionlik shot qildik. Shuncha normal, menimcha zo'r. Mana u darvoga depozitga ko'mayli. Hozir ko'rgan bo'lsangizlar, men bu summani bo'ldi chiqamiz. Bu summani 20 millionni 300 ming so'mga tushib 300 ming so'mdan bu narsani ko'tardim. Sezingizlarmi? 300 ming so'mdan shu balans kelib chiqdi hozir. Bu vaqti qiyin masala. Shu Xbetda o'ynasa bo'lar ekan, lekin azartni bo'lmasangizlar, shunda o'ynab ham shundan ham foyda qilsangizlar bo'ladi. 1 soatda bir marta bunda ham menimcha. Men ko'p hollarda Xbet unchalik o'ynamayman. Bu menda hammasi bor. Oldin ham aytgan, hamma programma bor. Hammasida masalan shu o'yinni, shuni hammasida 1 soat o'ynayman. Masalan 3:08 ga kiraman, 2 ta yutaman, 1 soat buguncha Win-Win ga o'taman, DB ga o'taman, Melbet ga o'taman, Xbet ga o'taman. Past hammasiga bir kirib chiqaman. O'sha sababdan sizlarga ham mana shu narsani aytamanki, nima qilinglar, azart kirib qolmanglar. Kutish kerak bo'lsa kutinglar. Vaqt cho'zilsin, lekin azart yonsa pullarni yo'qotib qo'yasizlar do'stlar. Bo'lmasam bugungi videomiz mana shu edi. Agar videomiz sizlarga ham yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yishni unutmanglar do'stlar. Keyin ham masalan bir kishi 10 ta komment yozsa ham olovchamiz, stikerchamiz nimalardir tashlab yuboringlar, kanalimiz aktivi oshish uchun. Bo'lmasam hammalaringizga omad. Keyingi videoda ko'rishguncha sog' bo'linglar do'stlar. Mayli.